Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Nima bo'ldi? Hali ham shifokor qabuliga kira olmadingizmi? Navbatga turaverib charchab ketdim. Ertaga kelarman. Onlayn navbatga yozdirib qo'yaymi? Telefoningizni bering. Yo'q, rostdanmi? Rostdan. U qanday navbatni? Mana men bugun o'zim ham onlayn navbatga yozdirib qo'ygandim 13:00 dan. Mana hozir shifokorim qabuliga kelyapti. Mana amaki. Shifokor qabuliga yozamiz. Mana amaki. Shifokoringiz qabuliga yozdirib qo'ydim. Bu navbatga turmayman-a? Navbatga turmaysiz, men onlayn navbatda turibsiz. Bo'ldi. Rahmat, baraka top o'g'lim. Rahmat. Choy damlashdan ham oson amaki. Rahmat bola. Xo'p. Ana bo'lar ekan u. To'xta, amaki navbat bor bu yerda. O'g'lim, men onlayn navbat olganman. Ana shunaqa. Bugun shifokor qabuliga onlayn yozilishingiz mumkin. Bu tez va qulay.